Qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar bolani yosh davrlariga qarab to'g'ri tanlangan bo'lsa, misol uchun qiz bolaga mashinalar, robotlar emas, aynan qo'g'irchoqlar, oshxona idish jihozlari, qo'g'irchoqlarning uylari, kiyimlari, o'g'il bolada esa ularga xos bo'lgan o'yinchoqlari ko'p bo'lsa, ularni kelajakda mustaqil qaror chiqarishlariga, to'g'ri pozitsiya tanlashlariga juda katta yordam beradi. Qiz bolani o'sha o'zini qo'g'irchoqlari, qo'g'irchog'ini uyi, qo'g'irchog'ini oshxonasi, oshxonadagi jihozlari bo'lsa, qiz bolada shu oshxonani toza tutish, uyni ozoda saqlash, qo'g'irchoqlar kiyimlarni chiroyli qilib taxlab qo'yish kabi ko'nikmalar rivojlanadi. Ularni u o'zini har kungi amaliyotida qo'llaydi va bora-bora sarishtali beka bo'lish qarori va uyni chiroyli did bilan bezatish qaroriga keladi. Mana shunday mayda, lekin hayotiy zaruriy ko'nikmalar kelajakda mustaqil qaror chiqarishga va to'g'ri strategiya qo'yishga yordam beradi. Qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar esa bolalarga qilib ko'rish imkonini beradi. Zero biz ularni bir umr yetaklab yurolmaymiz-ku, ularni katta hayotga qo'yib yuboramiz. Qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar esa bolaning kichik dunyosidagi qahramonlardir. O'zini o'sha kichik dunyosiga qahramonlari bilan birga yashasin, birga o'ynasin, birga qaror chiqarsin, birga uy qursin, birga qum tashisin, hamma narsani birga qilib ko'rib, ana keyin hayotda shu narsalarni amalda xatolarsiz qo'llash imkoniga ega bo'lsin. Aziz onajonlar, farzandlaringiz uchun turli hayotiy rollarni o'ynab ko'rib tajriba olishlariga yordam beradigan qo'g'irchoqlar manzili bor. Qidirib yuribsizmi? Unda marhamat, sizga qoldiradigan profilimga o'ting va kamida 20 turdagi hayotiy rollarni o'ynab ko'rish imkonini beruvchi qo'g'irchoqlar manzili bilan tanishing.